Assalomu alaykum. Sizlar bilan yana doktor Umarov. Farzand o'stirayotgan har qanday ota-onada bilasiz, bolalarda yoshligidan bitta odat bo'lib qoladi. Qo'lini og'ziga solish. Bu o'sha emizgilik paytidan shunaqa odat paydo bo'ladi. Bu nima bo'ladi? Bola qo'lida har xil joyda ushlaydi, har xil narsalarga qo'li tekkizaladi-da, kichkina go'dagidan tortib, o'sha chaqaloqlik paytidan kichkinaligidan tortib u yoq bu yoqqa tegadi. Buni qo'lini har doim yuvib qo'ya olmaymiz yoki bola borib qo'lini yuvmaydi, lekin qo'li og'ziga ketib qolaveradi. Kattaroq bo'lib qolgan paytda ham shu odat. Ba'zi bolalarda tirnoqni yeb qo'yish odati paydo bo'lib qoladi. Tirnoqni tagida har xil kirlardan tashqari shu gijjalarda lichinkalari bo'lishi mumkin. Ayniqsa eng ko'p astritsa deydi, kichkina oq qurt, ana shuni yuqishi juda ham deyarli hamma bolada bu narsa uchraydi-da. Endi qurt bo'lgandan keyin albatta sog'liqqa putur ketadi. Gijja deymiz, boshqa nomi, medda deymiz, yana bitta nomi. Meditsinada bu har xil nomlar bilan gaplashilyapti, aytilyapti, bu narsalar bor. Endi bularni yo'q qilish uchun mana shu Farg'ona shahri Temir yo'l ko'chasi 39-A uyda Gijja Stop klinikasi bor. Albatta mana biz birgalikda faoliyat yuritamiz, bamaslahat ish tutamiz. Shu joyda tabiiy yo'llar bilan, tabiiy malhamlar bilan, oddiy klizma qilish yo'li bilan bu gijjalardan xalos bo'lish juda ham oson. Faqat ozgina shu parhezlari boshqalari bor. Aytgan tavsiyalarga muntazam chiroyli amal qilgan odam albatta kelajakda bolasini sog'lom o'sishiga yo'l yarata oladi. Shuning uchun sizlarga tavsiya qilaman mana shu Gijja Stop klinikasini.